Can Efendi tasodifiy hodisiga uchrab qo'lga uzilib ketdi. Doktorlar uzilgan quloqni avval putiga ko'chirib, qon aylanishini asliga keltirgandan keyin ondan o'z o'rniga ko'chirdi. Yaqinda Shanxay qatnashdashi tibbiy sho'yan qarmaqidagi 9-doktorxonada mundaq bir quloq ko'chirish operatsiyasi qilindi. Yaralang'uvchi Can Efendi hodisiga uchrab, o'ng quloqi butunlay uzilib ketgan. Doktorxonaga yetkazib kelganda quloq badandan ayrilganiga 20 soat bo'lgan bo'lib, 6 soatdan 8 soatgacha bo'lgan oltin qutqizish vaqtini o'tkazib o'tgan. Can Efendining bosh qismidagi quloqqa qon ta'minlaydigan tomirmo butunlay uzilib ketgachga operatsiya qiyin ahvolga tushib qolgan. Shanxay qatnashdashi tibbiy sho'yan qarmaqidagi 9-doktorxona doktorlarining tekshirib bekitishi bilan uzilib ketgan quloqni avval putining dumbi qismiga ko'chirib, qon aylanishini asliga keltirishni qaror qilgan. Ham 24 soatda quloqning qon aylanishini o'ngishli asliga keltirgan. Üzülgen quloq Can Efendining putidan 9 kun turib, qon aylanishi normallashgandan keyin doktorlar qayta operatsiya qilib, quloqni asli o'rniga muvaffaqiyatli ko'chirgan. Navbatda Can Efendining salomatligi asliga kelib doktorxonadan chiqqan.